Assalomu alaykum. Biz bugun Taksim prospektida yurganmiz. Odam ko'p ekan, men ko'p qarasangiz. Butiklar var, ana maga do'konlar var. Ana biroq men sizlarga ne ko'rsatayim deb. Mana qip-qizil 100 yıllık meritoy Türkler 100 yıllık Mustafa Kemal Atatürk'ün to'ylab жатыр. Qarangizlar. Bizdegidek qanchama bizni er yurek batırlarımız var, ana Kenisari xondarimiz var, Ablay. Bizde de osындай o'ynamaymiz bani. Qarangizlar. Qalay maqtaydi ular. Qalay silab o'tirib qo'ydi. 100 yıl осыдан кейін осы күнге дейін тойлап жатыр ғой. Қарасаңыздар. Қалай сыйлап жатыр оны Ататүрікті.